Allah'ın rahmet yağmuru bulanın ruhini ve cismini yuyuttu. Yaxşılık ve bereketinin kuşlavertisi balanızın sayesinde efedan yağmur yağdı. Onu bizge körsetmemsiz. Sizning payg'ambar ekanligingizni qabul qilishga majburman. Chunki men o'z ko'zlarim bilan bolangizning tug'ilishi bilan tang ibodatxonaning kuyishini ham fadondagi qurg'oqchilikning yo'qolganligini ko'rdim. Yusuf'ning tug'ilishi qutlug' bo'lsin. Ishtar ibodatxonasini ko'ydirgan va Fadon xalqiga yomg'ir yog'dirgan haqiqatla bizning Rabbimizdir. U birdir. Uni ko'rishni xohlamamsizlar? Men ve ayolim sizning ilohingiz shohid bo'ldik. Ammo bu kecha Fadon xalqiga ham sizning hem Rabbingning cheksiz qudratiga hem o'z Tangrining ojizligiga shohid bo'ldik. Endi birli Allohga iymon etish uchun hammamiz bu yerda. Allohning payg'ambari insonlarning qalbini iymon nuri bilan yo'ritgan. Hammanglar Farisning aytganlariga qo'shilamsizlar? Qo'shilamiz. Anisa menga agishib so'zlanglar. Biz taştan yasalgan ilahladın. Biz taştan yasalgan ilahladın. Bütün dünyadaki ilahladın. Bütün dünyadaki ilahladın. Yüz örüyümüz. Yüz örüyümüz. Birla Allah'a iman etimiz. Birla Allah'a iman etimiz. Ziminin ve asmanın Rabbige. Ziminin ve asmanın Rabbige. Evetilgen barlık peygamberlerge iman etimiz. Evetilgen barlık peygamberlerge iman etimiz. Ulanın buyruklarına itaat kılımız. Ulanın buyruklarına itaat kılımız. İşlerge o'tkazgandan keyingi bu ibodatxona 5 yil vayrona holatda tashlanib qoldi. Allohning barkat va ne'mat ishiklari 5 yildan beri Fadonni gullantirdi. Bu mezgilda Yaqub payg'ambarning suyumlik ayoli va Yusufning onasi yana homildor bo'ldi. Yusuf? Ha, ana. Bugün dadam bilan shahar sirtiga borsam. Buludu ana, shaharga bordig'im uchun ben xushalman. Yaqub'un balası yok çağda suyumluk edi. Endi ko'zidan ayırmaydı. Mende sulpay qo'ymayli. Yaqub payg'ambarga loyiq emasmi? Ammo ana Layyanın gunohi nima? Belki onun ishi bordir. Yoki ular bizni bo'lishni yoqtirmagandir. Men nima bilay? Belki dadam raylardan başkasını yoqtirmaydigandir.
Dal buningdan 15 yil ilgari sen bilan mush quduqning beshida tunji qatim ko'rishgan edim. Ammamning o'g'li ekanligingizni shu kun bilgan edim. Men sening tog'amning qizi ekanligingni shu kuni bilgan edim. Bir-birimizga bo'lgan sevgimiz shu kun boshlangan edi. Dadam Isoq va onam Laqaqamo sening bilan to'y qilishimni orzu qilgan edi. Qani, balalar, ish olay. Dadam bana amroq ekanligingizni bilib-bilib 7 yil padişi bo'lishingizni shart qilgan. Menmi qabul qildim. Ammo 7-yilning oxirida dadam Ochang Laya bilan ikkimizning nikohini o'qidi. Boshqa amalmi yo'qdi. Padanda ojisni yotib qilmay turib, so'ngisini to'yni qilmaydigan tursa. Dadang sening uchun 7 yil padichilik qilishimni aytdi. Elig'o 7 yil ekan. Agar 70 yil padichilik qil degan bo'lsa-mo, men qilgan bo'lardi. Nima degan tez o'tgan kunlar. Shunday. Tug'ilgan yurtim Kanonga ketishni orzu qilaman. Valla urushib qolmasin. Ansirma. Bir-birlarining kuchini sinab atadi. Eng kuchli chiqib, hammasini yengib olsam, dadamning o'rnini olaman deb qaraydi. Hadi. Soq payg'ambarning o'g'li Yoqub payg'ambarni izlayman. U va uning o'g'li Padang'im mo'lliq va barakat keltirdi. Uni nerdan topa olayman? Tog'isi Laban bu yerning valisi, shuningdan so'ra. Kimni izlaysa, Kamal o'tishdan keldim. Valini izlayman. Bo'ladi. Keynimdan bak. Imaja, kel qizim. Yusuf bilan birdan o'ynag'in. Bizning biroz ishimiz bor bo'ldi. Qo'l.
Hamıldar kopsan şundaqmı? Mübarək bolsun. Allah'ın peyğəmbərə etdinmi? Hoş geldin Can dada. Hoş geldin Can dada. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz dada. Bizni əslab qaldınızmı? Bir iş buldu mu dada? Ne oldu dada? Sizlar ko'rgan bu odam Kenandan kelibdi. Ne bilan deyishyotdi? Bizga yaxshi bo'lmagan xabarni kelibdi. Yaqub qani? Suyumlik tağam Laban kelibdi. Neymiş oldu? Neymiş oldu? Her qancha azoblik bo'lsa-mu, bu xabarni sizga demisam bo'lmaydi. Deme emisi. Dadınız İshak peygamber alemden ötüptü. Biz bu alemge mehman. Her bir kedimiz. Qandaq o'ylashyapsiz Allohning payg'ambari? İshak peygamberden keyin Kenan xalqining ma'naviy yo'lboshchisi Yaqub peygamber bo'lishi kerak. Farika ammam. Buni sizga aytib qo'yishimni topiladi. Undaqda Kenanga ketamsiz. Her kişi ölümünün temini tetikçidir. Hiç kim bu hakikatten kaçanmaydı. Peygamberler ve valiler mı muşunun içinde. Azabımga ortaklaşkınınlar üçün sizlerden minnettarman. Allah'ın özümge sabr taqat ve çidamçallık tileyman. Allah'ın peygamberi. Eğer hemmimiz sizin buyruqlarınızı itaat qilish to'g'risida va'da bersak siz buyat qilamsiz. Men fadan xalqini yaxshi ko'raman. Sizlarni tashlab ketish men uchun oson emas. Biroq bu mening irodamga boqmaydi. Men o'z orzuyim bo'yicha kelmadim. Ya'ni o'z orzuyim bo'yicha ketanmayman. Allah'ın izi bilen ete Kenan'a qarab yo'lga chiqamiz. Biz tayyor. Bizmi tayyor. Ayolim bilan birlikda naslimizni yig'ishtirdik. Sizlar qayerga borsizlar? Siz bilan birga ketamiz. Hayotimizning oxir qadar Allohning payg'ambaridan ayrilmaymiz. Men bilan ketanmaysizlar. Sizlarning mushiyada fadanlik qilishinglar eng to'g'ri ish. Mana bu mening uyim. Sizlar yashaydigan yer. Men hayotimda sizga intayin ko'p qarz berman.
Allah'ın paygamberi. Biz bu hayatımızda sizin hizmetinizni qilishga va'da berdik. Ayolun ve dostlarının sana ihtiyacı var. Bu yer sizlerning vataninglar, sizlerning bana qarzinglar yo'q. Eng yaxshisi bu yerda qilinglar. Bizni hidoyat qilgani uchun Allohga shukr aytaman. Uzun yillar sizlar bilan birga yashadim. Xushallik va qayg'ularga o'rtoqlashdim. Sizlardan ayrildiğim uchun cho'nqur parishonman. Bir zamonlarda butparast edinglar. Allah iymon nuri bilan qalbinglarni yo'ritdi. Sizlarmo butlaringlardan yuz o'rib birla Allah'ni tanladinglar. İmanning va ilohiy da'vatning qimmatini bildinglar. İlahiy yorug'liqni jaholatning qorong'uligi bilan almashtirmanglar. Yoqib bo'lsimi, bo'lmasimi, yigona Allah sizlarning hamma ishinglarni bilib turadi. Allohga omonat. Xo'sh, payg'ambar. Allohga omonat. Bana uzun yıl padişilik qilib berib, hech qanday xarajat olmadingiz. Ham hech nima talab qilmadingiz. Men qo'ylarimning yerimini sizga va qizlarimga hadiya qilmoqchiman. Buningdan keyingi turmushingizga ishlatasizlar. Barliq yaxshiliklaringiz uchun sizdan ko'pdan ko'p minnatdorman. Rahmat sizga. Allah sizga bunun mukofotini berdi. O Yaqubning haqqi. Asli nechilik emgigining haqqi uchun uni mukofotlamoqchi edi. Hakkınızı helal. Allah hepinizi korusun. Ama senden bir narsa soraydigandim. Demişki Bilha ve Zulhay anamga hasat qiladi. Bunu sana kim dedi? Hamma odam shundoq deyishyapti. Keyin yana Zulhay menga shundoq dedi. Bilamsan? Balalar bundoq ish aralashib bo'lmaydi. Ammo sen so'raganliging uchun javob beray. Bilha dastlabda anang Railaning xizmatchisi edi. Raila farzandlik bo'lmaganligi uchun Bilhani dadangga sovg'a qildi. Farzandlik bo'lish uchun ham dadangga bo'lgan sevgisini ifodalash uchun Bilha dadangga don va maqtovni tug'ib berdi. Mundaqcha aytganda, dadang darainmazda hurmatga sazovor bo'ldi. Sening dunyoga kelishing bilan o'zining burunqi hurmatining yo'qolib ketishini ansirab, hasadxo'rlik qilishi tabiiy. Ansirmasdan hozirmi yaxshi ko'rdi. Zulhayni sizga xizmatchingizmi? Ha, shundoq. Railadan keyin Zulhayni dadangga sovg'a qilgan. Dadaning sevgisiga erishish uchun bir-birimiz bilan bahslashyaptik.
Zulfaymo Jat va Ashirni tug'di. Ruban, Şamon, nima qilyapsizlar? Qo'ylarni yig'inglar. Ha, bo'ldi. Hozirlik yig'man. Oğlum, sizga. Oy, o'tirib kel. Laya, sence Allah'ın peygamberi Rayla'nı bizden üstün göremdi. Qerindishim qasat qilishimga sabab bo'lg'dak biror ahvol yo'q. Na bolalarni mening bolalarimdan ortiq yaxshi ko'rsin, na Yoqubning uningga bo'lgan sevgisi menga bo'lgan sevgisidan ortiq bo'lsin. Nimaga hasad qilatdim? Qiz qerinch emasmi? Sud aqtirmaydi, chan qondirmaydi albatta. Yol bek uzakmı? Ancha uzoq qolmadi. Ko'chman qabilalarning hayotimi mana mushun. Ham safarga chiqadi, ham mushundoq yashaydi. Laya! Laya! Kenan yarığını qanchalik oldi? Taxminan 3 patsaq. Laya! Yaxshirsan, yaxshimi? Chidamayapti men. Laya! Yahuda, Lavi, Şamon, ners keraklarni tushiringlar. Birdan mush yerda aram olamiz. Kemanni to'g'itamiz teplarmi? Sen bu yoqqa kel. Tez bo'l. Kananga qiz qarindishimning yanida. To'g'itani sog'ib kel. Tez bo'l. Tez bo'l. Laya! Kardeşim! Laya! Yerden kızın! Gel, asta! 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 Ot yakanlar! Zulfay, kirlişmep gel! Makul hazırla! Ana! Ana ne buldun? Ne buldun sözlüğüne? Ay, çok hazırma! Dine, yüzünep gel! Boldu kalsın! Laya! Bakayım düşün! Çıdığın! Ana! Ana! Ana neye bak sen ana! 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 Dile, yüzünü tut! Ana! Oğlum, ne oldu sana? Yusuf, senin bu yatqağına yaxşı. Dada, ben anamdan ensiravattım ben. Hech qisi yo'q balam. Bir ish bo'lmaydi. Ansirib, ha? Hech nim bo'lmaydi. Allah'ın azabı. Tuncu doğduğumu beklet boğandı.
Ağam onunla ayrılıp kaldı. Ya dua kılışını etti Allah. Ne bo'ldi? Rahilaning ahvoli qandaqroq? Ahvoli yaxshi emas. Leyla Rahila uchun dua qilinglar dedi. Yaxshi bo'lamaydigandek turdi. Tug'ut onasi kelgicha bir oz bardoshlik bersin. Berib uningga yaxshi qara. Qani, uning yoniga bor. Dada, aytqana, anam yenimizin ketmekçi bulatandı. Buni sana kim dedi? Sana kıyırımdaş etkenmekçi. Amma men qo'rqyapman. Qo'rqma balam, ensirme. Dena, Ha dada, Yusuf bilan birga o'yna. ma'qul. Yurar. Yana aldığım katım kadar hoşudun kesti kanaklarını. Allah'ım onun üstüne olsun. Hayatın şibektes. Bunu da çidiyamaydı. Ağzından mimine çıkmatıdı. Şunmaya kız. Birden çidağın. Doğutamız ekeyil ketdi. Hazırlık ilidi. Çidağın. Ana! 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 Ne oldu ana? Ana! 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 Ballarımda yaş kara. Ballarımda yaş kara. Allah'a ansızlık kurtuldu. Ballarımda yaş kara. Ana! 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 Yaş kara. Allah'a ansızlığını bilendir bak.
balalarını sizge topşurduk. Anna! 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 Kıyırmışım Rahile. Ağlarımı yaş karayım. Hazır cemiyetken. Kıyırmışım Rahile.
Rahilaning dunyodan bu qadar baldur ketishi aniq edi. Ulug' Alloh uning yo'qligiga chidashim uchun menga sabr taqat ato qilgaysan. Dada, kenarlıqsa gel. Bek geçti. Qayerda? Çadırda. Tez, men bilan mangla. Allah'ın peygamberiga salom bo'lsin. Salam sana kardeşim. Ama bek gecikip kaldın ulan. Railem bitti. Vay anam ey. Kaygı ve kazay kadar peygamberlerge natunish emas. Bunun o'xshash musibatni yaxshi bilamiz. Bu xil ahvol ostida Alloh seg'inimiz. Sen bu bardoshlik bergin Rahilaning qarindishi. Salomat bo'lgin. Görüp atamsın. Kelgen yerin bir karvan saray. Birleri uyağı kesse, birleri bu yağı gelir. Hoş kepsen, kelişin kutluk olsun. Kelişin kutluk olmadı. İsmini, felaket namusuna, ben koyulam. O kız kardeşimle önüne sahipçi oldu. Oldu be, ağzını Ölüm Allah'ın ilgidir. Bu balının hiçbir günahı yok. İsmini ben dünyamın koydum. Onun kol mənisidir. Dadısının onun kulum olsun. Oğlum sen kim ol? Yusuf, Rahilaning oğlu. Demek sen bu Rahilaning yodigar gelsen kozam. Allah! 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 Olgun oğlum. Ey Rabbim! Ey Rabbim! Rahilaning ro'yiga rahmat qilgin. Rahilaning ro'yiga rahmat qilgin. Amin. Amin. Ama dedem Allah kimni eng yaxshi ko'rsa uni yana elkitidi deydi.
so'zligini haqiqatan to'g'rimi? Mening azizim, sen anangning Allohning huzurida ekanligini bilamsan. Bilaman. Allah uni jannatga etketdi. Faqat ondan ayrilib qolishga chidamayapman. Bu xil musibat oldida Allohdan ridonga va sana yetarli sabr toqat berishini tilayman qo'zam. Hamma jannat bu yerdan texim yaxshi bo'lgan bir yerdir. Albatta o'g'lim. Sen yeshin qaraganda ko'p narsalarni bildikansan. Mening azizim, Alloh seni qo'g'dirsin bolam. Sen cho'nqur fikrlik bola bo'psan. Men bu bolaning go'zal sodda yuzida, cho'nqur fikrlik so'zlarida ulug'liq bishoratni ko'ryapman. Sen tushlardan bek aqlli bola bo'pti. Odam ishongisiz darajada aqlli bola ekan. Bo'ldi kel qarindoshim. Yusuf'ning boshqa qarindoshlardan hech qanday farqi yo'q. Yusuf'ning chehri va so'zlari menga huzur bag'ishlaydi. Men uni beqib cho'ng qilishni orzu qilaman. Balki onasizlik azobini bir oz bo'lsin unuttira olishim mumkin. Men qarindoshimga bolalarga onasizlik azobini tatqizmaslik to'g'risida va'da berdim. Alloh xolisa ularni o'z bolamdek beqib cho'ng qilaman. Buncha ko'p bolalarni beqib cho'ng qilish sana taskin emasmi? Bu mumkin emas. Bir oz vaqtni ko'z oldimdan yiroqlashishga ruxsat qilolmayman. Oxir keldik mana. Umrimning oxiriga qadar yashashni orzu qilgan shahar mana shu. Yuringlar. Keldi. Yo'q payg'ambarning karvoni keldi. Bugün biz için kutluk bir gün. Anladınlarmı? Allah'ın peygamberi yaptı. Tez bulamaz, tez. Al yedi kırmadıdı. Al yedi kırmadıdı. Tez. Tez yürü Allah. Allah'ın peygamberi yaptı. Al yedi kırmadıdı. Aynen. Al yedi. Tez bulamaz. Bu yakka bir yakka. Uzak çıkalım. Tez bulamaz. Kırmadıdı. Kırmadıdı. Al yedi gel. Abba ben burayı çık. Geldiniz. Allah'ın peygamberi. Şehrimizge hoş geldiniz mi? Azabınızda bütün kalbimle ortaklaşım. Bu çok musibet için Allah'tan sizi sever dileymen. Ölüm ve hayat Allah'ın ilkididir. Biz mi onun iradesini tapşırıp aldık. Allah sana yar olsun Allah'ın peygamberi. Sağ salam olsun Allah'ın peygamberi. Allah'ın peygamberi salam. Allah'ın peygamberi. Sağ salam. Allah'ın peygamberi salam. Allah'ın peygamberi salam. Allah'ın peygamberi salam. Allah'ın peygamberi. Size salam. Allah olsun. Qarindoshim, dadimiz İshaq payg'ambarning
qabrisi qayerda? Biraz ilgari uyaga borgandim. Cho'ng dadimiz İbrahim payg'ambar va uning ayoli ko'milgan joy Makfulada. Onamiz Rafiqaning qabrisi shu yerda. Avval shu yerni ziyorat qilib, ularga bergan va'damni ado qilaman. Laya, hammanglarga xabar ber. Hammanglar birga shu yerga boraylik. Yahuda, Ruben, Shimon, sana bergan omonatni olib kel. Biz dadimiz İsa payg'ambarni ziyorat qilib boramiz. Allah'ın salımı İbrahim peygamber gibi olsun. Allah İbrahim ve İshak'ның royunu hoşal qilsin. Kenan xalqi hidayet ve imanda ularga qaris. Can üzüş aldıda sen bilen görüşünü şunçilik arzu qilgan edi. Seni özden keyinki peygamber sifatida e'lon qildi. Hem İbrallarning rahbarlik vazifasini üstiga elishini vasiyat qildi. Onun qutuq yo'lida mangdiganligimni vasiyat qilgan ekan, ulug' Allohdan bu ig'ir vazifani ado qilishim uchun yordam tilayman. Çoğun dadımız Hazreti İbrahim'e tava bo'lgan bu ko'ynak dadımız İshak'a miras qoldi ekan. Endi sana miras qoldi. Sen yo'q vaqtda eng cho'ng qarindishing bo'lish sifatim bilan uni men saqlagan edim. Endi bu omonatni egasiga topshiray. Dadamning vasiyatiga asosan bu ko'ynak sendan keyingi payg'ambarga miras qoladi. Bu sababdan buni payg'ambarlikning belgisi sifatida yaxshi saqla. Bu endi sana tava. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Qutluk olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Men va Kanon xalqi sizga bayat qilamiz va bag'lanishimizni davom qilamiz. Isohdan keyin Allohning payg'ambari deb qabul qilamiz. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Qutluk olsun. Seningcha bu to'n dadimizdan keyin kimga qolar? Bu intayin aniq. Albatta, eng kichik bo'lganga qoladi. Yengildinglar balalarim. İmani en küçük bo'lgan kishiga qoladi.
Ana, kusugum açtı. Bizga tomoq dememse ana. Qo'chaloq tomoq yeymiz. Bir az chidab turinglar. Tomoq qechib ketmaydi. Qani e'lon. Nim bo'ldi sizga? Nima ish qilmaysizlar? Bu pek ozgan. Nima ishga yuzib chiqib yurisiz? Nimani uchun? Tomog'ini ye. O'zingni tutib ol ya. Nima qilyapsan? O'zingni boshqur. Bunyaminga men qaray. Sen balalarning tomog'ini bergin. Buncha jiq balani beqish oson emas. Layya axliq. 7 balning ustiga Rahilaning balalari mı qo'shildi? Men sizlardan yana bir qatim o'tinay. Har vaqt balaliq bo'lishni o'ylab keldim. Nihayat bu arzuyum amalga oshmadi. Ko'p vaqtim qolmadi. O'tinishimni qabul qilib, Rahilaning o'g'lini menga topshirib beringlar. Uni ko'z qarchig'imni asirgandek yaxshi qaraydiganligimga ishoninglar. Ko'ryapsizlar, Layyamu bekorg'in. Yusuf va qarindosh uchun bir ish qilishinglar kerak. Ayrılışqa men chidayolmayman. Men uni sendan yiroqqa ketmayman. Har kuni uni sana ko'rsatkil ekamsam, uni mendan tortib elinglar. Onunğa mehr muhabbetimni beramisam, meni kechirmanglar. Ruxsat qilinglar. Ömrümning bu oxirgi yillarini Yusuf o'g'limga bag'ishlab yashay. Ham Roilaning ruhimi xo'sh bo'ladi. Sizlarmi xotirjam bo'lasizlar. Menga ishoninglar. Bo'ladi. Undaqda qarindishimga bergan va'dam qandoq bo'ladi? Balalarga omsizlik azobini unutildirman deb va'da bergandim. Farika sening va'dangni joyida o'rindaydi. Shubhasizki, o Yusufga o'z onasiga o'xshash qaraydi. Sizlar balalarimning ko'pligidan Yusufga yaxshi qarab bo'lmasligimdan qo'rqyapsizlar. Yo'q, dal uning aksi. O'z balalaringga beradigan mehr muhabbatning o'rniga yolg'iz Yusufga ko'ngil bo'lishingni men so'rayman. Yusufjon bolam, bu yerga kel. Qani degina, Farika hammam bilan birga turishni xohlamsan? Ha, dada, Farika hammam nihoyat yaxshi bir ona. Men onangdek yaxshi emas. Ammo qo'limdan kelganning eng yaxshisini sening qilishga tirishman qo'zam. Sendan minnatdorman. Sana va'da beray. Uni jinimga o'xshash qadrlayman. Ko'z oldimdan ayirmayman. Qarorimni o'zgartirishdan burun Yusufni epma. Yusufni ko'ramaymiz-mi ammo? Buni endi kim dedi?
O her günü bu yerda sening bilan birga o'ynashni davom qiladi. Yusuf bilan endi birga o'ynaymiz, shundaqmi amma? Albatta birga o'ynaysizlar. Ney var sizlar? Tamog'inglarni taq yemidinglar. Yo'q, bu yoqqa. Sen tutib olma. Meni saqla. Tez yugura. Seni kila. Yugur. Sen tutib oldim. Men tutib oldim. Tez yugura. Bo'lmasa sen tutib olman. Voy. Mana siz tutib olma. Yo'qqa. Tez bo'l. Bugundan e'tiboran qo'ylog'i sizlar qaraysizlar. Men sizlar bilan birga boramayman. Xalqning ahvoliga ko'ngil bo'laman. Bu yerga kelishimizning sababimi qo'ylog'i biror falokat kelmasligi uchun ko'proq diqqat qilinglar. Ansima dada, biz kichik bola emas. Beringlar. Merhaba balalarım. Merhaba amma. Allah yardım qilsin. Ay qaranglar, Yusuf keldi. Xush kelibsan amma. Xush buldum qizim. Yusufga yaxshi qara. Qanikilar? Allah'ın peygamberiga salom bo'lsin. Ansızlıqning nacharligini kim so'zlabdi? Nima degan xo'shal bu Yusuf? Yetimlik yaxshi ish bo'lsa, siz nima ish qo'ymadingiz? Balki o'limingizdan keyin bolalaringizga texnik ko'ngil bilamiz. Ammo men Yaman niyat yo'q edi amma. Ammo men Yusufga nihoyat yaxshi qarg'alganingizni aytmoqchi edim. Uning uchun bek yaxshi bir ona bo'ldingiz. Haqiqatan yaxshi bir ona tushuntirishingizning hojati yo'q. Gapingizni nihoyat obdan tushundim. Sizga nima bo'ldi? Yetim bolaga ko'rsatgan mehr muhabbatga chidamay qilyapsiz, shundaqmi? Diqqat qilgin qarindishim. Yusufga bag'ishlagan haddidan ortiq mehr muhabbat ham uningga bergan balbog' boshqa qarindoshlarining hasadxo'rligini kuchaytirib etmasin. Yusufni sana omonat qilganimning sababimi shu. Layyaning uningga bo'lgan so'ygisi Yusuf bilan qarindoshlari o'rtasidagi uqishmaslikni keltirib chiqarishi mumkin. Bolalarning orasida hasadxo'rlikni kuchaytgan Layya emas, Bilha ve Zulfay. Allah Yusuf'ni hasadxo'rlikning yomonligidan ve düşmanning suiqasdidan saqlasin. Şimdi sıra sende. Endi navbatdan keldi. Yugura, tez bo'l. Tez yugura. Ay. Tez yugura. Ham keldi. Tez yugura. Ay. Tez yugura, tez. Nemish ekan uningdan ansirabla turaman. Ansirashga sabab bo'lg'idek hech ish yo'q. Ruxsat qilsang, uni etmangay. Yusuf tek tamoq yemagan. Yusuf. Kel kuzum, biz mağaylı. Allah'a emanet. Ana, mening Yusufga o'xshash kiyim kiygim bor. Mana shunga o'xshash kiyim tikib beramsan. Uning kiyibi bek chiroyli ekan.
Men dadamning boshqa bir sababni ko'zda tutqun o'ylayapman. Masalan, qanday sabab? Yusuf. O Yusuf bilan biz buluşishni xohlaydi. Men bunday qo'ymayman. Bir payg'ambarning insonlar orasidagi masalalarni hal qilishi intayin tabiiy ahvol. Yusufning kimligini ko'rdingmi? Ha. Onunga bek yarashibdi. Nima degan qo'shiq? Lavi, Yahuda, bunlar ketayli. Mana hozir. Men ketaman. Üstübeşi xil tuzlib qatdi. Rahilaning o'limi meningcha ancha yomon bo'lmadi. Ko'rinishing qarindashga o'xshaydi. So'zlaring hech o'xshamaydi. Qani, buni keygin. Bu yerda saqlag'in. Bu nima, bilamsan? Bu dadamning, ya'ni sening cho'ng dadang İshaq payg'ambarning balvig'i. Men uni payg'ambarlik vazifasini o'taydigan birisiga berishni orzu qilatdim, o'g'lim. Ümidim, uni davom qildiradigan kishi sen bo'lg'aysan. Men bu balvoqni yaxshi ko'rib qoldim. Hazreti İbrahimning chopini va bu balvoq menga omonat edi. Chapanni topshirib berdim. Endi bu balvoq sening bo'lsin. Diqqat qil, yuttirib qo'yma, ma'qulmi? Men bu balvoqni ko'rganda ba'zilarning biyoron bo'lishidan ansirayman, ammo Masalan, kimlar? masalan qarindoshlarim. Ansirishingning hojati yo'q. Tez bo'l. Dadangning va'ziga ulguramay qolmayli. Mangayli. Hasadxo'rlik Allohning bir bandasiga nisib qilgan ne'mat va boyligining tez suratda yo'qilishiga sabab bo'lish ma'nosida keladi. Hasadxo'r boshqalarning ega bo'lgan narsalariga har vaqt beoram bo'ladi. Boshqalarning baxti va xushalligiga chidab turolmaydi. Boshqalarning o'ziga o'xshash fiqr va miskin bo'lishini orzu qiladi. Qani, endi oramizdan bir singlar so'zlab beqinglar. Hasadxo'r qanday kishidir? Yusufning belidagi balvoq İshaq payg'ambarnikidir. Nimishqa Farika uni Yusufga bergandi. Uni payg'ambarga topshirib berish kerak emasmidi? Hasadxo'r kishi insonlarning bir narsaga erishishni xohlamaydigan kishidir. Aferin o'g'lim. Hasadxo'r kishi sening aytqiningdekdir. Hasadxo'r kishi boshqalarning erishgan narsasiga beoram bo'ladi va achchiqlanadi. Ko'mayotamsa, u o'zini bizning aramizda eng bilimli qilib ko'rsatadi.